Anın muqimligini, chegaraning tinchligini, bu ardiki ishlarning tinchlik va muqimlik ichida tamomlashini kapolatga ega qilasiz. Beijingga tushdiki, Rais Xi Jinpingga aytdiki, yaqinda shundoq ishni siz qilasiz, siz bejarasiz. Balki Lixosaning darvozasi ochiladi, Dalay Lama bu darvozadan kirib keladi. Siz shunga tinch yo'l bilan muqimlik ichida beharoman oldi. Hamma tarafdan, hamma ishi jimlik ichida nayt chiroyli tugitisiz deb vazifa topshirgandimi deb men tushimda shunda ko'ryapman. Hurmatli vatandoshim, siz qarab beqing. Beijingni ziyorat qilish, Rais Xi Jinping bilan ko'rishish, Hindistonni ziyorat qilish, Modi bilan ko'rishish, ondan Dalay Lama bilan ko'rishish. Bu nimadan derak bo'ldi, hurmatli vatandoshim? Siz ondan qaytib kelib, endi yaqinda chet ellardagi Uyg'ur siyosiy faoliyatchilar deyilgan odamlar, eliqa odamlarning hozir qilayotgan harakatlariga qarab beqing. Mushu orada shu narsani ko'rib olingki, hurmatli vatandoshim, hozir Tibet masalasi hal qilish kun tartibi qo'yilgan bo'lsa, Xinjiang masalasi, ya'ni Uyg'uriston masalasimi, buning keyinda agishib keladigan siyosiy masala. Shunga Tibet masalasini bir taraf qilish agar kun tartib qo'yilgan bo'lsa, Xinjiangning muqimligi, tinchligi, farovonligi yoki boshqa quruq gaplar va o'l gaplar va real gaplarning hammasi o'ttirg'i chiqib, biz bu ishni tinchlik ichida tugataylik deyishadi. Eşmişyak keldimi qanday hurmatli vatan? Men dedim sizga ko'z ko'ryapman dedim. Buni reallik demedim. Men birov aytib bergani yo'q, ya birov men so'zlab bergani yo'q. Men o'zim tahlil qilib, o'zimning sezgilari, o'zimning ishida holisi, o'zimning tadqiqoti yoki o'zimning ko'ngil bilish doirasi o'ttirib qo'yapman. Men buni ko'z dedim. Amerika tushi. Jungomin, Megomin deydi-ku Xitoylar. Shu tush qatorida ko'rayotgan bir tush. Şuna men bu yerda yana bir shuni aytamanki, Prezident Trump 4-oydan takip bugungacha Rais Xi Jinping yaxshi odam, hissiyotimiz qo'yiq odam, uni deb hammani deb keldi, hammani so'zlab keldi. Hozir mush yerga so'zlab keldi. Birla bu Chavshan masalasi. Yana bir xo'sh bo'lgan bir tarafimiz shu hurmatli vatandoshim, qaraganda agar Tibet masalasi bizning o'zimizning hozir kuzatganimiz, mushu deganimiz bo'yicha hal bo'lgan bir tartib kelayotgan bo'lsa, xo'sh bo'lingki, Tibet masalasi Chavshan masalasiga bog'lab qo'yilmadi. Tibet masalasi Jungo Amerika o'tiri savdo tijorat masalasiga bog'lab qo'yilmadi. Demak, yakka masala sifatida Amerika Jungo ikki davlat suhbati yoki Amerika g'arb dunyosi ikki davlat suhbati. Chunki Amerika Qo'shma Shtatlari 59-yili 10-oydan va 3-oyning 10-kunidan ta hozirgacha Tibet xalqini, Dalay Lamani qo'llab keldi. Men ishonamanki, bundan da bir natija yuz berish kerak. Bu natija faqat Prezident Trump davrida tamomlanishi, o'rinlanishi kerak. Dalay Lama 82 yoshga kirdi. Bugungi vaziyat analizimiz müşiyagacha bo'ldi. Yana bir qism taraflar bor, masalan, vatanimiz Uyg'uriston, mustamlik Uyg'uriston to'g'ri so'zlaydik. Biroq hozir ham müşiyat to'xtab qoldik. Chunki qadam-qadam, asta tahlil qilish, ahvol qarab tahlil qilish, konkretlikka ega bo'lish, konkretlikni talab qilish, konkretlikka izlanish. Endi mava men boshda aytgandek, siz hargiz xato o'ylab qolmang vatandoshim. Bu mening tushum. Men Amerika tushini ko'rdigan odam, shunga sizga yana bir savol qo'yayki, sobiq prezident Obama Nemishqa Beijingga bordi, Xi Jinping bilan ko'rishdi. Nemishqa Hindistonga bordi, Modi bilan ko'rishdi. Yana Nemishqa Dalay Lama bilan ko'rishdi. 3 burjak munosabat. Balki buning natijasi oldimizdagi 1-oy yoki oldimizdagi 2-oyda o'ttirg'i chiqishi mumkin. Xo'sh vaqt bo'ling, hurmatli vatandoshlar.